Assalomu alaykum aziz opa-singillar, onaxonlar va ularning farzandlari. Bugun men aytadigan ma'lumot pensioner ayollar uchun juda muhim. Chunki ko'p ayollar pensiyaga chiqqan. Lekin ularning staji to'liq hisoblanmagan bo'lishi mumkin. Ayniqsa farzand tarbiyasi, dekret davri, ish daftarchasidagi uzilishlar, familiya o'zgargani yoki eski hujjatlar sababli ayrim yillar pensiya hisobiga kirmay qolgan holatlar ko'p uchraydi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotgan ayollarga, balki hali pensiyaga chiqmagan barcha ayollarga ham tegishli. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing va ushbu xabarni onangizga, opangizga, singlingizga, qo'shningizga albatta yetkazing. Chunki bitta to'g'ri topshirilgan ariza, bitta topilgan hujjat, bitta qayta hisob-kitob ayrim oilalar uchun har oy qo'shimcha daromad degan bo'lishi mumkin. Men amaliyotda juda ko'p ko'rganman. Ayol kishi umrining katta qismini ishlagan bo'ladi. Bolalarini tarbiyalagan bo'ladi. Uy ro'zg'or bilan birga davlat korxonasida, maktabda, bog'chada, shifoxonada, zavodda yoki fermer xo'jaligida mehnat qilgan bo'ladi. Lekin pensiya tayinlash paytida mana bu yilingiz tasdiqlanmadi. Bu davr ish stajiga kirmaydi. Bu hujjat yetarli emas. Familiyangiz boshqa yozilgan. Arxivdan ma'lumot olib keling degan gaplar chiqadi. Natijada ayol kamroq pensiya bilan qolib ketadi. Oldingi tartibda ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Ish daftarchasi yo'qolgan bo'lsa, yozuv xato bo'lsa, korxona tugatilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot topish qiyin bo'lsa, ayolning haqqi to'liq hisoblanmasligi mumkin edi. Ayniqsa bola parvarishi davri bo'yicha ko'p savollar bo'lgan. Ko'pchilik ayollar men bolani uyda boqqanman, demak bu yillarim umuman yo'q bo'lib ketadimi deb xavotir qiladi. Yana bir keng tarqalgan holat, ayol 3 yoki 4 farzand ko'rgan, bir necha marta dekret ta'tilida bo'lgan. Lekin pensiya tayinlashda bu davrning faqat bir qismi hisoblangan yoki umuman tekshirilmagan. Hozir esa ayollar uchun eng muhim yangiliklardan biri shuki, farzand parvarishi bilan bog'liq davrlar, zarur hujjatlar bo'lsa, pensiya stajini hisoblashda alohida e'tiborga olinadi. Amaldagi tartibga ko'ra bola parvarishi davri, ya'ni bola ma'lum yoshga yetguniga qadar parvarish qilingan vaqt umumiy mehnat stajiga kiritilishi mumkin. Lekin bu yerda chegara va shartlar bor. Ko'p hollarda har bir bola bo'yicha 3 yoshgacha bo'lgan parvarish davri hisobga olinadi. Biroq jami hisoblanadigan muddat belgilangan limitdan oshmasligi kerak. Amaliyotda eng muhim masala shuki, bu davr avtomatik ravishda hamma ayolning pensiyasiga to'liq qo'shilib ketgan deb o'ylamaslik kerak. Agar hujjatlar topshirilmagan bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomalari kiritilmagan bo'lsa, eski pensiya ish qayta ko'rilmagan bo'lsa, sizning haqqingiz hali ham hisoblanmay turgan bo'lishi mumkin mana. Shu sababli men bugun sizga kimlar tekshirtirish kerak, kimlar xavotir olmasa bo'ladi, qaysi hujjatlar kerak, qayerga murojaat qilish kerak va qaysi xatolardan ehtiyot bo'lish kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiyaga chiqqan va farzandlari bor ayollar o'z pensiya ishini tekshirtirishi kerak. Ayniqsa sizda 2, 3, 4 yoki undan ko'p farzand bo'lsa, bu masala siz uchun juda muhim. Chunki bolalar parvarishi davri mehnat stajiga ta'sir qilishi mumkin. Staj esa pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Pensiya faqat yoshga qarab berilmaydi. Pensiya miqdorini hisoblashda ish staji, ish haqi, sug'urta badallari, tasdiqlangan mehnat davrlari va boshqa omillar hisobga olinadi. Misol keltiraman. Tasavvur qiling. Gulnora opa 75 yoshida pensiyaga chiqqan. U 18 yil rasmiy ishlagan, 3 farzandni tarbiyalagan. Pensiya tayinlash vaqtida faqat ish daftarchasidagi 18 yil hisobga olingan. Bola parvarishi davri bo'yicha hujjat so'ralmagan yoki ayolning o'zi ham buni bilmagan. Agar qonuniy asos va hujjatlar bo'lsa, farzand parvarishi davrining bir qismi stajga qo'shilishi mumkin. Bu esa uning umumiy stajini oshiradi. Umumiy staj oshsa ayrim holatlarda pensiya miqdori ham qayta hisoblanadi. Bu har doim katta summa bo'ladi deb va'da bermayman. Lekin oyiga 100 ming, 100 ming, 200 ming so'm atrofida farq chiqadigan holatlar ham bo'ladi. Eng muhimi, bu ayolning qonuniy haqqi bo'lsa, uni talab qilish kerak. Ikkinchi misol. Mohira opa maktabda 12 yil ishlagan, keyin turmushga chiqib 4 farzand tarbiyalagan, keyin yana 8 yil bog'chada ishlagan. Jami rasmiy ish staji 20 yil atrofida chiqadi. Lekin ish daftarchasida bir davrda familiyasi qiz familiyasi bilan yozilgan. Boshqa davrda erining familiyasi bilan yozilgan.
pensiya tayinlashda ayrim yillar shubhali deb qolib ketgan. Bunday vaziyatda nafaqat bola parvarishi davrini, balki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan yoki arxivdan ma'lumotnoma olib borish kerak. Agar bu hujjatlar to'g'ri taqdim qilinsa, ilgari hisoblanmagan davrlar stajga kiritilishi mumkin. 3-misol. Saodat opa allaqachon pensiyada. Pensiyani 8 yildan beri olib keladi. U men allaqachon pensiyadaman, endi hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Mana shu eng katta xatolardan biri. Pensiya tayinlangan bo'lsa ham. Agar yangi hujjat topilsa yoki ilgari hisobga olinmagan staj borligi aniqlansa, fuqaro pensiya bo'limiga murojaat qilib, pensiyani qayta ko'rib chiqishni so'rashi mumkin. Bu degani har bir murojaatda pensiya albatta o'sha degani emas. Lekin tekshirish huquqi bor. Agar asos bo'lsa, qayta hisob-kitob qilinadi. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz pensiya tayinlash vaqtida barcha farzandlaringizning tug'ilganlik guvohnomalarini taqdim qilgan bo'lsangiz, dekret va bola parvarishi davrlari pensiya ishiga kiritilgan bo'lsa, ish daftarchangizdagi barcha davrlar tasdiqlangan bo'lsa, arxiv hujjatlari joyida bo'lsa, ehtimol sizning pensiyangiz to'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Lekin men baribir bir marta pensiya ishingizdan ko'chirma yoki tushuntirish so'rashni tavsiya qilaman. Chunki odam o'zi aniq bilmasa, hammasi hisoblangan deb yuraveradi. Amalda esa ayrim davrlar kiritilmagan bo'lishi mumkin. Yana bir muhim toifa bor. Hali pensiyaga chiqmagan ayollar. Siz ham hozirdan tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Ko'pchilik pensiyaga 10 yil bor, keyin ko'raman deydi. Lekin aynan pensiyaga yaqin qolganda hujjat qidirish eng qiyin bo'ladi. Korxona yopilgan bo'ladi, arxiv boshqa joyga ko'chgan bo'ladi, eski rahbarlar topilmaydi, ish daftarchasidagi muhr o'qilmaydi. Shuning uchun hozirdan ish daftarchangizni, mehnat shartnomalaringizni, farzandlaringizning tug'ilganlik guvohnomalarini, nikoh guvohnomasini, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlarni tartibga solib qo'ying. Endi eng nozik joylariga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, bola parvarishi davri bor degani hamma yil avtomatik pensiyaga qo'shiladi degani emas. Bu davrni tasdiqlash kerak. Odatda farzandning tug'ilganlik guvohnomasi, onaning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari, ayrim holatlarda ish joyidagi ta'til buyruqlari yoki boshqa ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkin. Agar bola chet elda tug'ilgan bo'lsa, hujjat tarjimasi va tasdiqlanishi kerak bo'lishi mumkin. Agar tug'ilganlik guvohnomasida ism, familiya eski yozuvda yoki xato bo'lsa, bu ham alohida masala bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, bir davr 2 marta stajga kiritilmaydi. Masalan, ayol bir vaqtning o'zida rasmiy ishlagan va shu davrda bola parvarishi ta'tilida bo'lgan bo'lsa, bu davr qanday hisoblanishi pensiya organi tomonidan hujjatlar asosida ko'rib chiqiladi. Ya'ni, men 3 yil ishladim. Ustiga yana 3 yil bola parvarishini qo'shing degan oddiy qo'yda har doim ishlamaydi. Bir xil davrni 2 marta qo'shish mumkin emas. Shuning uchun hisob-kitobda aniq sanalar muhim. Qachon ishga kirgansiz? Qachon dekretga chiqqansiz? Bola qachon tug'ilgan? Qachon ishga qaytgansiz? 3-nozik jihat, belgilangan limit. Bola parvarishi davri hisobga olinadi, lekin cheksiz emas. Masalan, ayol 5 farzand ko'rgan bo'lsa, har biri bo'yicha 3 yildan deb 15 yil staj qo'shiladi deb o'ylash noto'g'ri. Qonunchilikda umumiy hisoblanadigan muddatga cheklov bo'lishi mumkin. Shu sababli pensiya bo'limi har bir ayolning holatini alohida ko'rib chiqadi. Men shuni maslahat beraman. O'zingiz hisob-kitob qilib, menga falon yil qo'shilishi kerak deb qat'iy xulosa chiqarmang. Hujjatlarni topshiring, yozma javob oling agar rozi bo'lmasangiz. Tushuntirish va qayta ko'rib chiqishni so'rang. 4-nozik jihat, ish daftarchasidagi xatolar. Masalan, ismingiz pasportda Dilafruz deb yozilgan, ish daftarchasida Dilfuza deb ketgan yoki tug'ilgan sana bir joyda 1968, boshqa joyda 1919 bo'lib qolgan. Yoki muhr tushunarsiz. Buyruq raqami yo'q, korxona nomi o'zgargan. Bunday xatolar sabab ayrim ish davrlari tan olinmasligi mumkin. Buni hal qilish uchun arxiv ma'lumotnomasi, sud orqali faktni belgilash, korxona huquqiy vorisidan ma'lumot olish kabi yo'llar bo'lishi mumkin. Bu jarayon biroz vaqt oladi, lekin natijada bir necha yil staj tiklansa, bu pensiyangizga ta'sir qilishi mumkin. 5-nozik jihat, nafaqa va pensiyani adashtirmang. Ba'zi ayollar men ijtimoiy nafaqa olaman, demak pensiyam ham qayta hisoblanadi deb o'ylaydi. Pensiya bilan nafaqa turli tushunchalar. Yoshga doir pensiya. Nogironlik pensiyasi
boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi va ijtimoiy nafaqalar har xil tartibda belgilanadi. Agar siz aynan yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, staj masalasi juda muhim. Agar siz ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lsangiz, boshqa tartib qo'llanadi. Shuning uchun avvalo qaysi to'lov turini olayotganingizni aniqlang. 6-nozik jihat, qo'shnimga oshgan, menga ham oshadi degan fikr noto'g'ri. Ikki ayolning yoshi bir xil, farzandlari soni bir xil bo'lishi mumkin, lekin pensiya miqdori har xil chiqadi. Chunki ish haqi boshqacha, staj boshqacha, hujjatlar boshqacha, ishlagan davrlar boshqacha. Masalan, bir ayol 25 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi urder yil ishlagan. Birining ish haqi yuqori bo'lgan, boshqasiniki past bo'lgan. Birining barcha hujjati elektron bazada bor, boshqasining arxiv hujjati yo'q. Shuning uchun natijani faqat shaxsiy pensiya ishi orqali bilish mumkin. Endi eng muhim qism, siz amalda nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam pensiya turini va pensiya ishingiz holatini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni bilish uchun pensiya bo'limiga murojaat qiling yoki to'lov hujjatlaringizga qarang. Agar tushunmasangiz, hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limidan yozma yoki og'zaki tushuntirish so'rang. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Sizga odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport yoki ID karta, JSHIR raqami, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, ish daftarchasi, farzandlaringizning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, agar familiya o'zgargan bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar ish joyingiz yopilgan bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar ish haqida ma'lumot kerak bo'lsa, korxona yoki arxivdan ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma so'raladi. 3-qadam. Farzandlar bo'yicha hujjatlarni alohida papkaga soling. Har bir bola bo'yicha tug'ilganlik guvohnomasining nusxasini tayyorlang. Agar farzandingizning hujjatida sizning familiyangiz eski bo'lsa, nikoh guvohnomasi bilan bog'lang. Masalan, qizlik familiyangiz Karimova, turmushdan keyin Rasulova bo'lgan bo'lsa, hujjatlar zanjiri aniq ko'rinishi kerak. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, pasportdagi hozirgi familiya. Pensiya xodimi hujjatlarini ko'rganda, bu bir odammi yoki boshqa odammi degan savol qolmasligi kerak. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga ariza yozing. Arizada oddiy va aniq yozing. Mening pensiya ishimni qayta ko'rib chiqishingizni, farzand parvarishi davrlari va ilgari hisobga olinmagan mehnat stajimni tekshirishingizni so'rayman. Agar aniq davrlarni bilsangiz yozing. 1985 yil sentabrdan 1980 yil iyungacha falon korxonada ishlaganman. 1990 yilda farzandim tug'ilgan, bola parvarishi davri hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Eng muhimi, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, ro'yxat raqami yoki elektron tasdiqni oling. 5-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Sizga hech narsa chiqmaydi, kerak emas. Hisoblangan bo'lsa kerak degan gaplar yetarli emas. Siz rasmiy murojaat qilsangiz, sizga rasmiy tartibda javob berilishi kerak. Agar haqiqatan ham qo'shimcha staj chiqmasa, sababini tushuntirishlar kerak. Agar hujjat yetishmasa, qaysi hujjat kerakligini aytishlar kerak. Agar arxivdan ma'lumot kerak bo'lsa, qaysi arxivga murojaat qilishni aniqlang. 6-qadam. Arxiv masalasini kechiktirmang. Eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman, shahar yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zida korxona nomi o'zgargan bo'ladi. Masalan, eski paxta tozalash zavodi keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan. Keyin boshqa tashkilotga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda arxivdan ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilgan buyruqlar, ish haqi qaydnomalari yoki shaxsiy tarkib bo'yicha ma'lumotnoma so'raladi. Arxiv javobi pensiya stajini tiklashda juda muhim dalil bo'lishi mumkin. 7-qadam, agar rad javobi olsangiz, darhol taslim bo'lmang. Rad javobida sabab yozilgan bo'lishi kerak. Masalan, hujjatlar yetarli emas. Davrlar bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Arxiv ma'lumoti topilmadi. Shunda siz kamchilikni to'ldirishingiz mumkin. Agar siz rad javobini asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi pensiya organiga, adliya organlariga yoki zarur hollarda sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Men har doim aytaman, huquqini bilgan odamning ishi oldinga yuradi. 8-qadam, farzandlaringizdan yordam so'rang. Ko'p onaxonlar hujjat yig'ishdan uyaladi yoki qiynaladi.
Bolalarimni ovora qilmayman deydi. Lekin bu masala butun oila manfaatiga tegishli. Farzandlaringiz siz bilan birga pensiya bo'limiga borib ariza yozishda, nusxa chiqarishda, arxiga so'rov yuborishda yordam bersin. Ayniqsa internet orqali murojaat qilish, elektron xizmatlardan foydalanish, ma'lumotlarni tekshirishda yoshlar ko'maklashsa, jarayon ancha osonlashadi. Yana bir amaliy maslahat. Hujjatlarning asl nusxasini hech kimga topshirib yubormang. Faqat ko'rsatish kerak bo'lsa ko'rsating. Topshirish kerak bo'lsa nusxa topshiring. Agar asl hujjat vaqtincha olib qolinsa, albatta tilxat yoki qabul qilingani tasdiqlovchi hujjat talab qiling. Chunki tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ish daftarchasi kabi hujjatlar yo'qolsa, keyin tiklash qo'shimcha muammo tug'diradi. Aziz opa-singillar, bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensioner ayollar o'z pensiya ishini tekshirtirishdan tortinmasligi kerak. Farzand parvarishi davrlari, eski ish staji, familiya o'zgarishi, arxiv hujjatlari va ilgari hisobga olinmagan davrlar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Hamma ayolga bir xil qo'shimcha pul chiqadi deb aytish noto'g'ri. Lekin har bir ayol o'z haqqi to'liq hisoblanganmi yoki yo'qmi? Buni bilishga haqli. Agar siz pensiyada bo'lsangiz, hujjatlaringizni yig'ing va pensiya bo'limiga ariza bilan murojaat qiling. Agar hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz, hozirdan hujjatlaringizni tartibga soling. Agar onangiz, buvingiz, opangiz yoki qo'shningiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularga bu ma'lumotni albatta yetkazing. Ba'zan odamlar qonunni bilmagani uchun o'z haqqidan foydalanmaydi. Men esa sizlarning bunday imkoniyatni o'tkazib yubormasligingizni xohlayman. Kommentariyada yozing, sizning pensiyangizda bola parvarishi davri hisoblanganmi? Ish stajingiz bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Qaysi hujjatni topishda qiynalgansiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu xabarni barcha ayollarga ulashing. Chunki bugungi ma'lumot kimningdir pensiyasini qayta tekshirtirishiga, kimningdir hujjatini tiklashiga, kimningdir qonuniy haqqini olishiga sabab bo'lishi mumkin.